Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, race condition mavzularimizni davom ettiramiz. Nimaga buncha race conditionga urg'u berilyapti? Chunki bu shunday xatolikki, race condition hodisasi shunday xatolikki, u narsani tester ham aniqlolmay qoladi, dasturchini o'zi ham anglolmay qoladi. Bu faqatgina mijozlar soni, klientlar soni ko'paygan paytda o'zini ko'rsatadi. Va o'zini ko'rsatganda ham hosil bo'lgan noto'g'ri ma'lumot, hosil bo'lgan kutilmagan unexpected value deydi. O'sha kutilmagan qiymatlar sizga xatolik haqida xabar bermaydi. Ya'ni race condition bu qanaqadir exception emas. Shunchaki kutilmagan ma'lumot hosil bo'ladi. Misol uchun kimnidir balansida qanchadir ortiqcha pul paydo bo'lib qoladi. Vaholanki u payment qilmagan bo'lsa ham, u hech qanday balans to'ldirish operatsiyasini qilmagan bo'lsa ham yoki boshqa miqdorda balansini to'ldirgan bo'lsa ham, uni balansi o'zgarib qolgan bo'ladi. Bu qayerdan kelganini keyin topolmay xunob bo'lib, sarson bo'lib yurishadi. Bu juda ham muhim mavzu, shuning uchun bunga urg'u qaratilyapti va hozir men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa eng ko'p uchraydigan holatlardan. Xo'p, mana shu sizni funksiyangiz deb tasavvur qiling. Mana bu sizni funksiyangiz va biz har doim demak ma'lumotlarni saqlashda databasedan foydalanamiz. Mana bu database va tasavvur qiling, siz funksiyani birinchi qatorlarida siz databasedan bitta student degan obyektini oldingizda va keyingi qatorlarda shu obyektni qiymatlarini o'zgartirdingizda va undan keyingi qatorda mana shu hosil bo'lgan student shtrix deylik, mana hosil bo'lgan studentni olib yana databasega saqlayapsiz. Mana shu vaziyatda race condition hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Juda ehtiyot bo'lish kerak mana shu vaziyatlarda. Chunki biz aytgandik sizga, race condition hodisasi sodir bo'lish uchun ikkita shart bo'lishi kerak. Shared resource. Xo'p, bizning vaziyatimizda shared resource bu databasedagi ma'lumot. Va ikkinchi shart esa o'sha shared resourcening o'zgarishi. Shared resourcening o'zgarishi. Xo'p, bizda ikkalasi ham bor. Va bir nechta threadlar bu funksiyamizni ishlatyapti. Chunki biz web dasturi yaratsak, o'z-o'zidan bir nechta thread bo'ladi bizda. Busiz hech ham iloji yo'q, to'g'rimi? Xullas kalom, mana shu holat. Endi shu holatni qanday oldini olish mumkin? Bu holatni oldini olish uchun optimistic locking yoki pessimistic locking texnikalaridan foydalaniladi. Vaziyatga qarab qaysi biri sizga kerakliligini aniqlashtirishingiz kerak va o'shandan foydalanishingiz kerak. Xo'p, demak keyingi darsimiz mana shu optimistic locking va pessimistic locking haqida bo'ladi. Xo'p, faqatgina bir shart bilan, agarki shu video 30 tadan ko'p like yig'sa, men tushunamanki shunda demak e'tibor bilan ko'rishyapti bu videolarni. Agar video 30 tadan ko'p like yig'sa, men shu narsani chiroyli qilib sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, menimcha ko'p narsa so'ramayapman. Boshqa blogerlar 10 ming, 20 ming like so'ragan joyda biz 30 ta so'rayapmiz. Ya'ni 30 ta odam e'tibor bilan ko'ryapti degani bu. Demak 30 tadan ko'p like bo'lsa, demak mana shu mavzularni siz bilan ko'rib chiqamiz. Juda ham muhim mavzular, juda ham ba'zi bir kompaniyalarga borganimda katta dasturchilar shu xatoga yo'l qo'yganini ko'rib, men даже hayron qolganman. Chunki race condition hodisasi yashirin, juda ham yashirin turadi va qachonki mijoz ko'paysa, o'z-o'zidan kutilmagan qiymatlar paydo bo'lib boshlaydi. Ana undan keyin dasturchilar sarson bo'lib xatoni topolmay yurishadi. Demak, juda ham muhim mavzu. Demak, o'sha aytganimdek 30 tadan ko'p like yig'ilsa, demak keyingi mavzuni o'tamiz. Hozircha esa xayr.